Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Dimajon bo'lib, bugun videomizda men Karpakning yo'nalishiga qattiq kirishmoqchiman. Lekin qanaqa mashinada yurishni bilmayapman. Uchun bundoq qilib turamiz. Mo'nda yuraymi yo mo'nda yuraymi? Jeepmida xolos tupurganman. Mo'n qarindoshi. Tezlikka lekin normal. Tanlagan mashinalar. Aytamo yomondami? Yomonmi? Buggy ham bitta tanlovni o'tdi. Yoki Brabus turim. Emblemasiga e'tibor bermaysizlar. Brabus chalaqligiga. Mers. Yomon yuraymi yo Rolls-Royce. Bu mashinaga ham e'tibor bermaysizlar. Yomon yuraymi? Mo'ndami? Yo manaqa epichniy, manaqa tomlarga bir narsa qo'yilgan. Oldi bamper yo'q, asaga boshlarda yuraman. Yomo Hammer bide. Bas ashinda yuraymi? Yomon yuraymi? Bunda lekin tanlov katta. Katta tanlov bor. Buni ham turning qolib menish niyatim bor. Kattagina. Bunda full motor adashmi. Xapasi 7000 gacha, lekin buniki oshib ketgan. Mashinaga e'tibor bermaysizlar. Yo manaqa cho'tki mashinalarda yuraymi? Mo'ndami? BMW'dami? Bularga e'tibor bermaysizlar. Motivatsiyali gaplar. Hayot qiyinchilik bilan bo'ladi. Mo'si bo'lsa, o'zingizlar sekin o'qib olasizlar. Mana yuraymi, mo'nda yuraymi? Lekin Bex yo mo'nda yuraymi? Bunda tanlov katta. Qaniydi Bex'da. Yo Gelikda yuraymi? Bex'dan o'xshagan mashina bor edi, qatta edi. Yo taksida yuraymi? Logotiflar yopishtirib olib 7 raqamlar taqib inglizcha nomlar qo'yib. Bu ham variant. Bu variant emas. Bu variant. Xolos, hammasini nomini kommentariyga yozib ketasizlar. Manaqa palsiski yuraymi yo'q? Palsiski uncha zo'r emas. Jon manaqa nomi nima edi? Bex'da olganu. Marsmi, Bammi? Ashtaqa qarindosh. Yo Mo'ndaqa mashina yuraymi, Mo'ndaqada yuraymi? Bu variant emas. Rossa ko'p berdim. Mo variant va manaqa variant ham bor. Tomida yo'qolib. Ya'ni bularga e'tibor beramiz. Bas o'zimga yoqayotganim mana u. Va mana u. Endi katta Karpakning yo'llanishini olamiz. Va Taho'da ham bor, Mo'nda ham Mo'nda. Mashina ham ozgina bor. Mo'nda qattig'i bor. Mandir qo'tsanglar yana mashinalar chiqaradi. Yo 07 yuraymi? Xapasini ko'ringlar. Xapa qatta edi. Qanchadir xapa. Hozir o'zimga kuchli yoqqani. Mana menga rosa kuchli yoqqan. Bir meni ko'rsatasizlar. City'da minaman. Uchatda.
Yana buni cheat motion deb o'ylamanglar. Вообще cheat motion emas. Faqat buni stili o'zgartirilganidan. Chatda bu. Siz bunga mehr bering. Va jingich bering. Dumani ketdi. Nicho. Agar test drive, tezlik, drift, ashunaqa keladigan bo'lsa, menda bu variant bor. Bu emas. Mana. Bunda driftni ko'rsatadi. Biz eng oson driftni ko'rsatib qo'yaman. Qiyinlariga sizlarga hali yo'l bor. 4 ta balonda. Qilamiz. To'rtdan 4 ta balonda. Mashina tez ketasizlar. Aslan payt burilish kerak bo'lib. Men chiroyli burilib qo'yaman. Ashaqa burilish kelib qolsa. Hozir burilolmay qoldim-da. Yo'l yo'ti. Bundoq chiqamiz. Ozgina tezlik olishim kerak. Va qimillab ketdi. Nicho. Mashina tezlik olib turib bundoq qilaman. Eng osoni mana shu. To'xtash uchun ishlataman ko'proq. Kuchaytirib olaman. Bilas. Zo'r bo'ladi. Driftga keladigan bo'lsa, driftga video olaman. Voy jalla. Nicho pul ko'p. Sekin matchotamiz. Ideya yo'q. Ideya ko'p, lekin yiqqan odam yo'q. Shunoq kirasizlar. Ideya yo'q. Shunday kirsanglar mashina mo'ni qolib terilib turinglar desa, terilib turishda. Shoq etib previewga rasm olasan. Biz Telegram kanali ochishga majburman. Zo'r bo'ladi. Ozgina o'xshamay qoldi drift. Ana endi bunisini ko'ringlar. Driftlar nimaga o'xshamaydi? Chicho'sha. Biz nicho drift. Biz drifter emasmiz. Driftga tupuramiz. Ulamachoq, bekmachoq, shunaqa zo'r videolar bor. Ular ya'ni ideya yo'q. Nicho debamiz. Jonilar sog' bo'lsin. Yana ko'rishguncha. Siz kommentariyaga chiroyli qilib yozib qo'yinglar.